Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun sizlar bilan shu shahar va yez haqida ozroq o'ylaganlarimni o'rtoqlashay deb o'yladim. Keyinім ko'rayotgan rasm Urumchining kechlik manzarasi. Nurg'unlarimiz Urumchini yaxshi ko'ramiz. Gerçi Urumchida tug'ilgan yoki tug'ilmagan bo'layli. Urumchining bizga bergan erkinligi, Urumchining bizga bergan taraqqiyot fursatlarini hammamiz yaxshi ko'ramiz. Bu rasmni atayin tepib arqa planga o'rlashtirib qo'ydim. Hamda nima uchun bu narsa chiqib qoldi degan vaqtida kichik chig'imda bir nada o'qiganim esimda yo'q, lekin o'zimning ashtaq kitob o'qish xotiramga yozib olibdikanman. Dehqoni bor millat yo'qolmaydi degan gapni-chu. Haqiqatan o gap bek hayajonlantirgan. Chunki men yezida cho'ng bo'lgan, dehqon ulug' degan naqshlarni anglab cho'ng bo'lgan. Dehqonlar haqiqatan ulug'laydiq hamda, lekin ulug' dehqonni ancha bek yaxshi ko'rib ketmaydi odamlar. Dehqondek qilgin vakin degan gaplarni anglaydiq hamda. Yani maqtalatdi. Bizden qanchaki maqtalsa, shunchaki eziladigandek bir tuyg'u bor. Shaxsan keyinchi men cho'ng'gan ekan, ashta bir tuyg'u bor. Keyin aspirantga o'qishga keldim adabiyotda. Bir qaytam Urumchida shahar adabiyoti to'g'risida muhokama yig'ini ochildi. Muhokama yig'ini tugadi, undan keyin meni yetakchi ustozim Azat Sulton olim bir qaytamliq dars kirdi va shu dars vaqtida bir o'ziniki ta'sirotini, ya'ni shu shahar adabiyot muhokama yig'inidan keyingi o'zini o'ylaganlarini bizga dedi. Sizlar adabiyot tadqiqoti bilan shug'ullanadigan kishilar adabiyotdan undaq pek oshqun bo'lib ketish, ya'ni yoki cho'qim u yaxshi yoki cho'qim bu yaxshi deydigan bir taraflama qarashlarga sizlar sal qarsanglar bo'lmaydi. Masalan deydi, shahar adabiyotida qaraydigan bo'lsak, shaharlarni aks ettirgan adabiyotda hammamiz shahar ajoyib bir xil eskilikning, axloqsizlikning, buzilishningki xuddi nurg'un yomon ishlar bo'ldigandagidek yeziladi. Sahraga bo'lgan, yayloqlarga, go'zal osmonlarga, ko'pkik osmonlarga, undan keyin oq ko'ngil kishilarga bo'lgan sig'inish aks ettirdi. Ammo deydi, yozuvchilar, hali ko'p yozuvchilar Urumchiga ketishni orzu qildi, Urumchiga kelib kelishni orzu qildi. Degim keldi, qani sen asarlaringda nemishqa yo'tkalgin kelib ketgan, senda shu istakni uyg'otgan narsa nima, nemishqa shuni yozmaysan deb. Demakchi o'g'limizda shahar adabiyotida shaharning go'zal taraflarini aks ettirish kerak. Bu bizga go'zal shaharlarni barpo qilish lozimligini ko'rsatib beradi degancha. Shu qatimliq darsniki men shahardagi fursatlarga va meni Urumchiga bog'lab turayotgan narsa nima? Nima uchun masalan men aspirantlikni tugatib doktorlikda o'qiyman deb yana Urumchida chang turdim, Urumchida ishladim, hayotni Urumchiga qurdim. Ota-onam hamma narsam, mening hamma narsam Qashqarda qolsa, nima uchun Urumchini tanladim? Buning izchil o'ylanayotgan narsa. Amniyat Urumchiga taraqqiyot fursati va berayotgan erkinlik nurg'unlarimizni shu yerda tutib turayotgan bir narsa deb o'ylayman. Endi diqqat qilsak, hozirmi masalan cho'ng shaharlarda o'qigan nurg'un yoshlarning dunyoning ko'pincha yerlarda asosan o'xshash o'qigan kishilarniki o'zi xotirjam shu voy-voylanadigan, voy palonchi o'qibdi deydigan tuguningki quyruq bo'lgandan xo'rozning tojisi degan gap bor bizda cho'nglarda. Ashta xo'rozning tojisi bo'lgan ashta ishlar shuni tashlab nimishqa Japon pulga setilib texim cho'ng shaharlarda, texim raqobatga to'lgan shaharlarda yashashni xohlaydi. Bu biz o'ylanadigan bir masala. Bugungi kunda biz musofirat hamma tarixdek chechilib yashayapmiz. Ro'yimiz har kuni o'xshamagan madaniyat, o'xshamagan ishlar, o'xshamagan bisim sababidan ro'yijat nurg'un bir xil qarorsizlik, nurg'un uchrayotgan narsalarga shu narsalarning ichida yashayapmiz-ku. Endi mushta bo'lgan ekan, shaharmi yoki yezmi degan narsa yoki yo'g'on cho'ng-cho'ng bizga bizni tavlab pishiradigan, bizga qiyinchilik ichida fursat yaratib beradigan cho'ng yerlarmi yoki misvoy bo'ldilar, ortiq besim qilg'im yo'q, aram xudo mush ko'ngan obdan singan yenimizni yeb yashaydigan, rohat bo'lsin biz ko'nab qolgan, rohat bo'lmasin biz ko'nab qolgan, ya muhimmi degan bir narsa chiqadi bu yerda-ku. Bugun aytgan bir hadimiz bir ovozni avatdi, shuningda bunda deyildi-ku. Shu taraqqiy qilgan davlatlarda boylar deydi.
Yezilada yaşaydı ekan, dehqonchilik qildi ekan. O shaharda yashash degan nomrod qalandaning ishi ekan. Endi bu şehirde kichik kataktak uyda nima ish qilaman, bu uy ijaramni qachon to'layman, bu deb yashagandan shahar keng shu Sarad keng kushada shu yani terib obdan yashagan yaxshi deb shu to'g'risida bir maslahat beribdi-da. Endi anglab men shuni kulib ketdim. To'g'rimi? To'g'ri. Chunki masalan aramxo'da obdan yashashni, xotirjam yashashni kim xohlamaydi? Lekin biz mavu birincisi bu yerda yoshlar va yashanganlar bor. Bu ikki toplumni cho'qim ayirish kerak. Ikkinchisi biz turayotgan yer qayer. Biz her vaqt vatanga qaytadigan umid bilan, shu tayyorlik bilan, yuzimiz yo'ruq holatda qilgan ishlarimiz bilan, ajrlarimiz bilan, emgaklarimiz bilan mana qildik deb qaytamiz deyapmiz-ku. Bu yer aramxo'da yashaydigan chiqdikmi, nimaga chiqdik? Shuningga shu sababdan men shuni kulgim kelib ketdi. Kulib tashladim. Endi shaharda yaşamak asan emas. Nurg'unlagan, masalan, cho'ng shaharlarda yaşamak texmi tez. Chunki rayimsiz. Pul bo'lmasa yoki yo'lingiz bo'lmasa, biliminiz bo'lmasa, nurg'un ishlarni qilolmasligingiz mumkin. Ammo sizga berilgan fursatlarmi o'xshashlar cho'ng. Mablag' selish ishida ishchi masalan shundoq bir nima qilay, ma yerimni setib miyadin uy olay, ma uyimni setib ayadin uy olay. Hozir shu bo'pmi Turkiyada ishkin joyda yetavergandan keyin belki cho'ng bir shu uy mulkchilik sohasida cho'ng o'zgarish bo'ldi. Ya'ni bu nima degan vaqtda birsi yetaverish belvig'idagi rayondagi kishilar yetaverish belvig'i bo'lmagan rayonlarga imkoniyati bog'la ko'chashga boshladi. Cho'ng shaharlardan kichikroq shaharlarga, ondan shaharlardan yezilarga, chunki uy ijarasi, ishsizlik bu narsalar bu xil ko'chishni shakllantiryapti. Ama biz Uyg'urlar ketadigan köyde biz köy deganimiz yezamda turishchidiki. Yezida ata-onamiz sep qo'ygan uylarimiz Sarada tutayotgan yoki ata-onamning yerda so'g'ab qo'ygan bir bog'liq temayapti deydigan yerimiz yo'q. İmkoniyati borlar yetavrash belvig'ida bo'lmagan yerlar ko'chdi. Yana ko'p sondagi imkoniyati bo'lmaganlar Can Xudoyimning qachon og'iz kelganda oladi. Ammo yo'q, diye tavermay tura, taversimizni o'spanaydi saqla deb o'tirishga majbur bo'lyapmiz. Yana o'z navbatida nimaga mablag' solaman, nada yashayman, qanday qilaman deydigan narsani o'ylagan vaqtimizda biz bolalarimizning taqdiri bilan qo'shib tang o'ylaymiz-ku bu yerda. Shuna debdi. Balla hozir cho'ng shaharda Istanbulda yoki bundoq obdan shu Volvul shaharlarda nima qilg'isi kelib qolgan bilan sal cho'ng'ilib aqlini topganda o'ynab o'yin tutgan vaqtida voy anamda da ma'lum bo'lsin shunchalar yazimni deb qo'yapti ekan deb chiqib asta shu sizniki qolgan yalni terib jon beqib sizlarga rahmat deydi deb. To'g'ri, bu xil uy zamin mulk ilish intayin muhim. Ammo yoshlarimizni hozirlam dunyo bilan tang qadamda mengish, dunyodagi cho'ng sahnalarga, cho'ng shaharlarga, cho'ng raqobat kuchi bo'lgan yerlarga yuzlantirishning o'rniga yana keynimizga, aksimizga yenib ketadigan yuzlantirishni men to'g'ri deb qaramayman. Endi biz nim deb chiqdik? Nim deb chiqdik? Chet elga. Hammamiz ashuni o'ylagan vaqtida aramxo'da yashaymiz deb chiqmagan. Unda bo'lgan ekan, iliqi dastlabki orzularimiz va irodamizni unutib qolmagan asosda bizningki farzandlarimiz, bizning bolalarimizningki taraqqiyot istiqboli va shularningki har ikki dunyolik uchun bo'lgan yaxshi bir fursatlar nada bo'lsa shu yer bizningki yashaydigan yerimiz bo'lishi kerak. Shu yer bizning taraqqiy qiladigan nuqtamiz bo'lishi kerak. Amdiliqi men Amerika yoki Yevropadagi taraqqiyotlarga berib boqmadim. Lekin to'rniyas ko'ryapmiz, texnikalarni ko'ryapmiz, ya'ni qanday teriydi, qalini qanday sog'idi, qanday qotida hammani ko'ryapmiz. Shunaqa. U taraqqiy qilgan davlatlardagi dehqon uqumi bilan bizdagi dehqon uqumi butunlay o'xshamaydi. O'xshamaydi. O degan necha 100 gektar, 1000 gektar shunday yerlarni butunlay avtomatlashgan holatda teriyotgan u chet elning, Amerikaning, Yevropaning dehqonlari bilan bizning iliqi 10 jon bor uydagi
Adamga bo'lib bergan 6-7 mo yaning 2 mosini kepaz, 3 mosini bug'doy, 5 mosini qo'g'in tavus, 5 mosini manda teriydigandagi bu xil holat butunlay osmon zim farq qilgan ikki holat. Endi boshdagi degan gapimga qaytib kelsam, haqiqatan dehini va bir millat yo'qolmamdi. Menchi bu meseleге nisbatan men ashta o'ylayman. Dehqon bir millatninki kültürünü, yani medeniyetini, örüp adetini saqlab qolgan asosiy kuch va umurtqa. Lekin bu mush jumladagi dehqon va millat yo'qolmaydi degan jumladagi dehqonga oldiga nurg'un sifatlarni qo'shish lozimligini his qildim men. Yani o dehqon hergizmi suv talashib ichqishda bir-birini ketmanlab o'ttiradigan dehqon bo'lmaslik kerak. Belki dunyoviy texnika bo'lgan temitib sug'urish, purkib sug'urish nurg'un texnikalarni qo'llanib oladigan dehqon bo'lish kerak. O dehqon xamal so'raydigan arining bunday yerlarini bunday xilqi nim bilan qiladichu, uchay bilan ish uni bağlaydigan bir narsasi bor. Ash peyni yoki nimani quritib, ashani mahkam chiqib bog'lab arining qo'lini bog'laydi. Ayşeni bir hafta quritib, 5 kunga 3-4 kun ağrı qilgan bir holatda kechki qo'lida ağrını elib osmon qarab, Xudoyim qachon nereden shamol chiqarib baglab ana so'raydigan dehqon bo'lmaslik kerak. Balki zamonaviy texnika bo'lgan kombaynlarni ishlatib, o'sha sala itizlarni teriy olish kerak. O biz davatgan eliqi yo'qolmaydigan bir millatni shakllantiradigan dehqon, savodi yo'q, peqir, g'aribona qattiqlarni tishlaymi deb sinib ketadigan, qachon tön turmush kapolat pul berayki deb osmon qarab turadigan emas. Balki o'qigan, bilimlik, dunyoviy texnikalarni tang shuni billa agishib mang'alaydigan manda dehqon bo'lish kerak. Yo'qolmaydigan bir millatning umurtqasini shakllantiradigan bir dehqon hergizmi Aqtam Umarning hikoyalaridagi yeliqi fojialik taqdirini yashaydigan dehqonlar emas. Dehqon bir millatning kültürünü saqlab qoladi. Bu kültür degan so'zni men yana bir eskartib o'tib ketay. Inglizchadagi culture degandan kelgan so'z. Buni dastlab shu ustozimiz Abduqodir Jalolning o'zini izlash bo'sog'ida deganda rasmiy laqam shu kitobda ishlatgan, undan burun yozmalarni men ko'rib boqmagan. Shundan keyin bu so'z asosida ba'zi ilmiy maqolalarda qo'llanib kültür degan so'z Uyg'urlarningki so'zi lug'at tarkibiga qitildi. Kültür degan so'z. Bu nimani bildirdi deganda bir millatning urf odatlari, naqsh usul, yemek-ichmek, kiyim-kechak bu narsalarniki yig'indisini biz uzun tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllanadigan bu xil ma'naviy boyliqlarni umumlashtirib kültür deb tushunsak bo'ldi. Endi mushu kültürni saqlab qoladigan bir millatniki dehqonlar saqlab qoldi degan bo'lsak, bular kültürni saqlab qoldi. Ammo bugungi kunda bir millatniki mavjudligi kültür bilan emas, balki kültürni qo'g'day oladigan, hayotiy kuchni beradigan madaniyat bilan kapolatga ega bo'laydi. Bu yerda deyotgan madaniyat deganimiz inglizchadagi civilization, ya'ni taraqqiyot va ilg'orlik. Shuning bilan ondan kapolatga ega bo'laydi. Bu kültür bilan madaniyat bir-biri bilan jipslashib, tampon holatda muvozanat yaratib, dunyo bilan dialog qura olgan vaqtida ondikin dunyoviy bir dehqon bo'la olgan shundoq dunyoviy dehqon bo'lgan millat endi yo'qolmaydi deb tuzasak bo'ldi deb qarayman bu jumlani. Demakchi o'g'limda shaharning nurg'un fursatlari bor. Yezining nurg'un fursatlari, rohatlari bor. Endi yoshda cho'nglab, vatanni seg'inib, bir yo'pirmoqqa qarshi vatanni eslaydigan, bir qushqash qarshi vatanni eslaydigan hammamiz o'xshash. Lekin aramxo'da yashsamkan deb bir necha Uyg'urlar bo'lsak, o'zaro salom saat qilishib tursak, bir-birimizning bu qanday ahvollar deb so'rashib tursak deydigan yosh cho'nglab qolganlar mayli. Aramxo'da rohat, havo sof, tinch yeziladi yashasa bo'ladi. Ammo yoshlarimiz unday emas. Yoshlarimiz nada fursat va nada dunyoning eng yuqori saviyadagi texnikasi, bilimi, fursati bor, shu yerga chiqish kerak. Eng yaxshi universitetlarni, eng taraqqiyot istiqboli bo'lgan kasblarni, bir necha xil tilni, texnikani egallash kerak. Undan keyin shu ko'nlarning bir gapi bor-ku, shay ko'rgan ishdan qo'rq deydigan. Shay ko'rgan bo'lgan vaqtimizda bizdan qo'rqmasin, lekin bizni qo'rqitib izritma demasin.
Muştaq güçlüklerden bolsun. Anamdan bir gep atçu, daim deydigan. Tөгünün kuyruğu boğaça xorazның tacısı ol dep. Bu nimini düşendirdi. Sen vay men ürümçüd munda ılqı yer işlem andaq mındaq dep nim qıyğınından Qashqaqa kelsen hem yer vaylap mındaq işletidu. Anda yoğun yedim da adam bolgandan kichik yedim munda adam bolsan yaxshi dep mında deydiçu. Endi bu çoğlarning o'y xiyoli, bizning o'ylaydiganlarimiz boshqa. Biz dunyoga qarab deb manda o'ylaymiz chiqishlarni. Ammo men hozir shunday qarayman. Bu maqol tamsil tuzitish kerak. Qat'iy tuzitish kerak. Xo'razning tojisi bo'lgandan tugining quyrug'i bo'l emas. Tugining quyrug'i bo'lgandan xo'razning tojisi bo'l emas. Balki xo'razning tojisi bo'lgandan tugining quyrug'i bo'l. Chunki yo'g'on bir tuga, qancha siz xo'razning tojisining eng uchi bo'lib ketsangizmi, dastlab ezilib. Ammo bir xo'raz tugining quyrug'ini hech nima qilolmaydi. Yani güçlüknün bir partisi buluş gerek ki, aciznin bir partisi bulmaslık gerek. Şun şehirnin bizge berdiğini, bizni küçeytidiğin fürsat berdi. Bizni devir bilen, dünya bilen, terakki bilen tanqadam elip mağın. Şunu terakki qilgan güçlük, bizge fürsat bereleydiğin yerlerge yaşlarımız intiliş gerek. Bu yerde çoğunlar yanılam yaşlarga yol göstergüçi, ularga toğırını debbəyçi ve ularını toğırı tarafki şu yol gözlüp durup qo'llaydiganlar bo'lish kerak deb qarayman. Bugungi shahar va yezaq haqidagi sizlar bilan o'rtoqlashadigan tushunchalarim shunchalik. Ko'pchilik rahmat.